Hörmətli radio anlıqçılar, Germaniya paytaxtı Berlindəki ən mühim mədəniyyət sənət ko'rgazmalaridan biri bo'lgan Humboldt munbiri yenidən zamonaviy usulda loyihalanib, yaqında avamga echib etilgan. Bu Berlindagi cho'ng tipdagi muzeylarning biri hisoblanadi. Berlindagi Humboldt muzeyining sharq qanatiga Osiyo san'at muzeyi va etnologiya muzeyi o'rnashtirilgan bo'lib, 16-sentabrdan boshlab tomoshabinlarga echib etilgan. Bu muzeyning to'r betidagi tonishtirishlardan qaraganda, muzeyga qadimgi zamonga doir esil to'qimachilik buyumlari, gilam va ipak mahsulotlari, sopoldan yasalgan buyumlar, turli uslubdagi kiyim-kechaklar, zibu-zinnat buyumlari san'atlik shaklda tizilgan. Bu buyumlar haqida turlik yozmalar va xotiralar giralashtirilgan. Muzeyda ko'rgazma qilingan qadimgi madaniyat san'at buyumlari yuqori texnologiyalik mahorat bilan raqamlashtirilgan bo'lib, ko'rguchining tasavvurini zamon chekidan olqitib chiqib, ularni tunugun, bugun va atki dunyoga boshlab kiradi ekan. Humboldt munbirining Osiyo san'ati bo'ligi to'liq jazbador uslubda ko'rgazma qilingan bo'lib, bu yerga tizilgan Uyg'urlarni o'z ichiga olgan Osiyo xalqlariga oid qadimgi madaniyat va hunar san'at buyumlari ko'zga alaydi cheliqidi ekan. Bu buyumlar ularning kimlik tavaligi, tarixda qurgan davlatlari, yaratgan parlaq madaniyatlari, ularning o'xshamagan siyosiy va iqtisodiy tuzumlarda insoniyat uchun qanday ixtirolarni barpo qilganligi obrazli holda yo'ritib berilgan. Oq marmar va quram toshlar bilan bezalgan bu muzeyda qadimiy madaniyat san'at buyumlari hozirgi zamon yuqori texnikasi hamda san'at loyihasi bo'yicha giralashtirilib, namoyon qilingan bo'lib, bu hal ziyoratchilarga xuddi shu madaniyat va san'atni yaratgan qadimiy xalqlar bilan suhbatlashayotgandek, ularning tarixini go'zal san'at hikoyalari orqali anglayotgandek tuyg'u beradi ekan. Germaniyada yashayotgan tadqiqotchi, qadimgi turk va uyg'ur tili mutaxassisi doktor Ablat Samat apandi bu haqda maxsus ziyoratimizni qabul qildi. Şu yeni açılgan muzeyin aynı vaxtki Berlin ordusununki ornuna silingan yeni bir bina. Yani bu yerde hazır 1919-20 yıllardan keyin açılgan bizde ordusundaki en çoğun körgezme açılıvatıdı. Yani bizdeki Uygur asaret yakınlarımız muşaga koyulgan. Çoğun zaldan ikkini bizge badi. Yani muzeyin en isli yerini. Yani az degende 400 kvadratmetreden artık iki çoğun zalda kırış fırsatı ega bulduk. Ben bugün bilen koşkanda 3. katım kilişim 4-5 gün içinde. Germaniyada Uyg'urlarning asar atiqlari ko'rgazmaga qo'yildi degan aman ang'itchilarimizning ahliga Uyg'urlarga tava Uyg'ur elidagi asar atiqlar qandoq bo'lib bu yerga kelib qoldi degan bir savol paydo bo'lishi mumkin. Bu shaxta oldi bilan qisqacha tanishtirish bergan bo'lsangiz. Bu muzey qo'yilgan narsaning hammasi dedik. Bu Germaniyaningki Turpan ekspeditsiyasi degan nom bilan 1902 yildan 14 yilgacha yurtimizning hamma yerida faqat Turpanda emas, elib berilgan ekspeditsiyalik safarlarda qo'lga keltirilgan buyumlar, bular Germaniyaga elib kelingandan keyin Germaniyaning janubidagi boshqa bir yerga qo'yilgan edi. Hozir bizning narsalarimiz, demak bu ko'rgazmaga qo'yilgan narsalar Sharqiy Osiyo muzeyiga tava narsalar, etnologiya muzeyiga tava narsalar. Bu etnologiya muzeyi ayni vaqtdagi yurtimiz bağın şu ekspedisiyasını teşkillagan, yetakchilik qilgan o'rin u vaqtda hammasi davlatlik etnologiya muzeyi deb atlattı. Leko, Grunwedel, Hort va boshqalarning hammasi shu muzey tavalligiga atalgan edi. Bular yanılam etnografiya muzeyi ve Sharq Osiyo muzeyiga tava. Bu Humboldt Forum, yani bu har xil madaniyatlarning, etnik guruhlarning, dinlarning munozarasi bo'ladigan bir sahnada bu. Bu sahnaga şu muzeydagi şu narsadan ait uygun keladigan deb akilib mushada ko'rgazma qilyotdi. Siz aytgandek Uyg'ur elidan 4 qitimliq ekspeditsiya jarayonida elib kelingan bu buyumlar ilgirimi qo'yilgan. Bular qancha uzun yillik tarixga ega asar atiqlar. Yurtimizda elib kelingan 1000 yildan 1500 yilgacha bo'lgan, hatto undan uzoqroq bo'lgan tarixni o'z ichiga olgan san'at asarlarimiz qo'yilgan. Asosan san'at asarlari bu qitim tam rasmlarimiz, raxt ustiga kashlangan rasmlar yoki sizilgan rasmlar. Katta ish bo'pti Ablat apandi. Uyg'urlar bir intayin uzoq tarixga ega bir millat bo'lish sifati bilan yashash jarayonida o'xshamagan tarixiy davrlarda o'xshamagan dinlarga e'tiqod qilib kelgan. Mush o'xshamaydigan dinlarga oid bo'lgan go'zal san'at buyumlari yoki asar atiqlar haqida bu ko'rgazmaga qo'yilgan o'rnaklar to'g'riliqni qisqacha ma'lumot bergan bo'lsangiz. Bu yerda qo'yilgan Uyg'ur san'at asarlarimiz bu yerdagi dinlarning, millatlarning, her xil madaniyatlarning, tillarning o'zaro munosabati, dialogi degan temani cho'rdab qo'yilgan bir qator Uyg'ur buddizmni mazmun qilgan asarlar ko'p sonliqni egallaydi. Undan boshqa yana ma'ni dini, ya'ni Budda diniga e'tiqod qilishdan burun Uyg'urlar ishongan bir din. Bu din hatto biz Uyg'ur qolganligi davrida
poytaxtimiz Ütükendiki vaqtida, hozirgi Tashqi Mong'oliyadagi vaqtida Shengen birdan va keyin Turpanga ko'chgandan keyinmi bir qismimiz budin birlikda biz bilan ko'chgan. Bu ko'rgazmada maxsus ming uyg'orlarga o'xshatib yasalgan bir kemerlik demdik. Tam suratlar bilan bezalgan, shu taqlidiy bir ming uyning shakli tushirilgan bir zal bor ekan. Mushu zaldagi qo'yilgan asosli asar atiqlarning davri qachon ilib kelinganligi haqida qisqacha tushuncha bera olamsiz? Muzeyning oldi tarafidan ko'rinadigan qubbaning osti bizningki pichoqdan ilib kelingan bir tosh kemirimizga hayfxonlik qilyapti. Bo'lib bu shu Uyg'ur tarixiy tam rasmlarimiz, haykallarimiz va boshqa san'at buyumlarimiz ko'rgazma qilinyapti. Ko'p qismi albatta kuchoqdan bu tam rasmlarimiz, ya'ni buddizmni mazmun qilgan tam rasmlari. Nayt güzel kiyingan, uçuvatgan Paris'te bu tam resimning alayidligi nima? Ko'kda uçuvatgan bir qizning resmi. Bu buddizm davridagi bir Paris'tening biz shunday deymiz-ku. Chiroy shakllari, xuddi hozirgi kuchoq qizlarimizni xotirasida kiyinish usullarimi esil ashamatlik. Bumi birinchi qatimliq Turpan ekspeditsiyasi jarayonida yurtimizning Yarg'oldan, ya'ni Qo'chuvdan tepilgan, ya'ni 1902-yildan 1903 yilgacha bo'lgan vaqtda elib kelingan. Uning atrofida to'liq mashhur qilich asqan shahzodalar, To'qar shahzodalari degandek bir necha rasmlar bor. Ular mushu ibodatxona yasatgan yoki mushu ibodatxona yasash uchun mablag' solgan boylar deb qaraladi. Bularning alayidligi, ya'ni bu buddizm mazmunidagi asar hammamizga ma'lum. Ipakka kashlangan va yoki sizilgan suratlarmi bor ekan. Masalan, bu gul tutib turgan qo'lning rasmi. Bu gul tutib turgan qo'lning rasmi bekmi mashhur. Bu ipak ustiga chizilgan rasm. Ya'ni u yerga ranglarga qaraydigan bo'lsak, har xil rangning farqli ko'rinishlari va bu rasmdagi uslub, ya'ni inchkilik, tasvirlash kuchi kishini hayron qoldirdi. Bir ikkinchi qatimliq Turpan ekspeditsiyasi jarayonida elib kelingan. Raqsizilgan bir surat alayda ko'zga cheliqadi ekan, ya'ni bir noitimi saltanatlik kiyingan bir shahzodaning surati. Bu rasmning orqa ko'rinishi haqida ma'lumot bera olamsiz? Bu resim raqtning ustiga sızılgan. Bu resmning alayligi odatda bunday resimlar bu ibodatxonaning to'g'i, bayrog'i. Bunday resimlar odatda Buddaning resmi bo'ladi, lekin bizning bu resmimizda bir Uyg'ur begining resmi bor. Bu resim bekmi mashhur. Ba'zi Uyg'ur shahzodasi deb ataydi. Bu birinchi qatimliq Turpan ekspeditsiyasi jarayonida Berlinga olib kelingan. Ablat Efendining tushuntirishicha, bu muzeyning Osiyo san'ati bo'ligida asosligi Uyg'urlarning qadimgi buddizm davriga xos ming uy tam suratlari, sopol buyumlar, yog'och bo'ymalar, kiyim-kechak ham turlik to'qilmalar, shundaqla turpan va tarim o'ymonligidan qizvilingan turlik asari atiq buyumlari o'rin olgan ekan. Doktor Ablat Samatning ta'kidlashicha, Uyg'urlar navbatda Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga duch kelayotgan, til, madaniyat va kimlik jihatda mislsiz darajada yo'qotishga uchrayotgan mushundaq bir favqulodda mazgilda Germaniyadagi bu dongliq muzeyda Uyg'urlarning tarixda yaratgan parlaq madaniyat namoyandalarining ko'rgazma qilinishi va dunyo ahliga ko'rsatilishi intayin zo'r ahamiyatga ega ekan. Bu muzeyni ziyorat qilish jarayonida odam aslında acayip tasvirlisiz bir tuyg'u ichida bo'larkan. İki xil selektorma keladi har vaqt bu muzeyga kirgan chog'da. Biri biz dunyoning eng go'zal yerida, dünya medeniyetlerinin ordusida padişahlık oranında. Sanatımız, medeniyetimiz. Ama insanlarımız, medeniyetimiz ve bu medeniyetini yaratkan milletimiz muşundak medeniyetini yaratalganlığı için dünyadaki en isilgen bir oranda. Texim köp adamlarının tadqiq qilishga sunalasak, texim köp adamlarının qayilligini alalasak, bu nesillerimizin qadrini texim qiladigan bo'lamiz, asraydigan bo'lamiz, ko'rishga intiladigan bo'lamiz. Menimcha Berlinda ochilgan bu qatimqi ko'rgazma bir milletning dunyo madaniyatiga qo'shgan to'pisi hech qachon niyatlik millatlar tarafidan, yaxshi insonlar tarafidan yo'qotib etilmaydi. O'tgan juma kundan boshlab dunyodagi cho'ng taratqularda bu muzeyga munosabatlik e'lon qilgan xabarlar qaraganda, yaqindan buyon bu muzeyni ziyorat qiluvchilar hassilab ko'paygan. 4000 kvadrat metr doiraga ega Berlindagi Humboldt munbirining etnologiya muzeyi bilan Osiyo san'at muzeyi bo'likiga 20 mingdan ortiq ko'rgazma buyum qo'yilgan ekan. Bular asosligi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston qatorliq O'rta Osiyo davlatlari va Sharqiy Turkistonga doir madaniyat meroslaridan tashkil topgan ekan. Bularning ko'pinchisi ilgari ko'rgazma qilinmagan bo'lib, ziyoratchilarni hayron qoldirgan. Undan boshqa yana bizningki yana bir zalda etnologiyalik narsalarimiz bor. Etnologiya qismida yaqinqi zamondagi narsalarimiz qo'yilgan.
bir gilam ve şunun o'xshash narsalar ko'rgazma qilinyapti. Acayip haşametlik bir anargürlük gilimimiz var. Bunun başka yana yurtimizdan o'xshamagan joylardan elib kelingan sopol qachilarimiz var. Ablat Sametning ta'kidlashicha, Humboldt munbirdagi har qaysi muzey bo'limlariga qo'yilgan buyumlar Afrika, Amerika qit'asi va Osiyoga oid bo'lib, bu buyumlarning bir qismi mustamlika va irqchilik tarixining jonli xotirasi ekan. Bu buyumlar ziyoratchilarda mustamlikachilikning ta'siri haqida jiddiy savollarni paydo qilmoqda ekan.